Fergana облусунун зам губернатору Хуршид Рустамович, бул жак Fergana районунун акиминин орун басары Кашым акабыз Абдумаликович. Алар ушул жерде малина плантациясы бар экен, 600 гектар жерге пландаштырган. Ошону сиздерге айтып өтсөк деп атат. Анан суроолоруңдар болсо берип кай бересиздер, Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, to'g'onlar. Biz juda ham mana xabarlaringiz bor, yilni boshidan, o'tgan yilni boshidan Shavkat Miromonovich bilan Sadiq Jafar bilan ikkala do'stligimizni, hamkorlikni rishtasini bog'lab berishdi. Shundan keyin ayniqsa Batken viloyati va Farg'ona viloyati bilan uzviy bog'liq hamkorlikni boshlab yubordik. Bu ham bo'lsa yaxshilikka bo'ldi. Juda ham ko'p tadbirlar birgalashib, juda ham hamkorlikda juda ham katta ishlarni boshlaganmiz. Shuni qatorida mana qishloq xo'jaligi yetishtirishdagi agrar sohada ham alohida e'tibor qaratganmiz. Biz Abdukarim Qorbekovich shunaqa telefon qilib, bizdan shunaqa nimalar borishadi, Qadamjoydan mehmonlar bor, delegatsiya bor deb aytishdi. Biz xursand bo'ldik. Bilasizlarmi, biz Prezidentimiz ham doim tayinlaydilar, qo'shning tinch, san tinch deydilar. Shuning uchun bizdagi barcha yaxshi o'sishlar, rivojlanishlarni sizlarga ham ilinamiz. Endi buni birgalashib, hamfikr bo'lib, o'rtada hali bordi keldini yaxshilab, biz bilganimizni sizlarga o'rgatsak, sizlar bilganlaringizni bizga o'rgatsalaring, birgalashib nima qilsak, rivojlanadi, xudo xolasa. Shuni qatorida mana biz bugun sizlarni qishloq xo'jaligi sohasida nimani malinachilikni yetishtirishni boshlaganmiz. Eng asosiysi bu unchalik suv ham talab qilmaydi. Keyin hozir mana Abduhoshim aka tushuntirib beradilar. Juda ham foydali narsa malinani bilsalaringiz kerak. Va qolgan yana qishloq xo'jaligidagi mahsulotlarimizni qanday yetishtirayotganimiz. Suvsiz bundan buyog'i ko'ryapsizlar, suv tanqisligi bo'lyapti. Qirliklarda, suvsiz joylarda shu kapilniy narishina deymiz, sug'orish, tomchilatib sug'orish yo'llarini sistemasini yo'lga qo'yib olganmiz. Ulardan ham sizlar ham foydalansalaringiz bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa ekan. Hozir bu narsalar to'g'risida Abduhoshim aka tushuntirib beradilar. Sizlar endi Qadamjoy rayoni uchun malina yangilik emas. Ammo lekin sizlarda bitta narsa bizdan ko'ra farq qiladi. Sizlar malinani ekkanlaringizda bunga asosan suvni ko'proq oqib borasizlar. Shuni hisobiga Qadamjoydan olingan malina uzoq turmaydi. Bizda malina olingandan, terilgandan keyin 2 sutkagacha o'zini nimasini yo'qotmaydi, suvini chiqarib yubormaydi. Hozir mana ko'rsataman, xuddi mana bunaqangi hovuzlar qilamizda, bu ham kapilniy arashinaga o'tkaziladi. Mana shuni sayilgandan keyin mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita pindigi bor. So'ligan yo'q. Qaysi biri birinchisi amal olib chiqaradigan bo'lsa, shu joydan qirqib qo'yiladi. Bizda buni kartoshka deyiladi. Qirqib qo'yilgandan keyin buni yaxshi bilasizlar, o'zi ko'tarilib olgandan keyin mana buni nimalarga suv tortiladi, bo'ylab qo'yiladi. Har yil, bir yilda bu 2 marta qirqib tozalanadi poyasi. 1 yillik, 6 oylik poya hisoblanadi. Malinadan agarda yaxshi e'tibor beriladigan bo'lsa, yaxshi o'g'itlarni vaqtida suvni nimasini beriladigan bo'lsa, bizda qor yoqquncha malina teramiz, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Juda ham ser daromad, tarozi tosh bosadigan mahsulot. Keyin buni xaridori ham ko'p. O'ta xaridori ko'p. Sorti ne degan sorti? Bu sortda ilgari biz shu hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Farg'ona tumanida 600 gektar malina klasteri tashkil qilish to'g'risida topshiriq berganlardan keyin butun dunyodagi malinalar o'rganib chiqildi. Turkiyada yetishtiriladigan malinalar o'rganib chiqildi. Ammo lekin bizning sharoitimizga o'zimizni местный deymiz-ku, shu o'zimizda yetishtirilgan malina yaxshi effekt berdi. Buni shirasi, suvligi, namligi, mevasini hamma nimalari o'rganib chiqildi. Mana shu o'zimizda ekilayotgan shu Qadamjoyda, Vodilda ekilayotgan malina yaxshi effekt berdi. Endi bunda bitta narsaga e'tibor berishlaringiz kerak. Malina ekilgandan keyin biz ko'proq ximikat doriga hozirgi kunda e'tibor qaratib qolganmizda.
Bu asosan mahalliy o'g'itga ehtiyoj sezadi. Agar o'zimizda shu go'ngda shibbalar tagiga bosib qo'yadigan bo'lsak, namni ushlab turadi. O'zida mineral o'g'itni ushlab turadi. Bunga kerakligicha oziqani beriladi. Mahalliy chiqadigan bo'lsa, bu yerdan o'zi ta'mirlab ketadi. O'zi ta'mirlab ketadi. Qancha santimetr yerga kirish kerak? Mana shuncha maqsad bo'ladi. Teng yarmi deyiladi o'zi aslida. 20-30 santimetr. Ta'mirot chiqadi. Bu yil urajak kerak buni shuni. Qishi bilan nima qilib ekib kerak? Men sebebi men shuni tub eksam ko'kda bo'ladi-da, ko'kda to'g'ri. Endi haliga aytgan topmasdan eksak, endi bizning yerlarimiz asosan toshloq yer. Tabiiy sang'adi. Shuni hisobiga ko'tarmagan. Yaxshi ko'pchilik birgalar. Yo'q, mas'ul bo'yicha Malina keyin chetlarga qimmat olmaganda yaxshi eksport. Keyin mana bu bo'sh turgan maydonimiz bor, xolodilniklarimiz bor. Qanaqa turgan holatda o'sha gazli ustidan nimalar chiqib qo'ygandan keyin 3 oydan keyin 6 oydan keyin ochizdan chiqib turadi. Kamizda zam gubernator Marif aka bilan mana bizda xabarlaringiz bor, 2021-yili Farg'ona viloyati 576 millionlik dollarlik eksport qildik butun dunyoga. Bu o'zi bizga reja qilinganida 300 millionga yaqin, lekin biz imkon qadar hali yaxshi mana Xayrulla Hayitboyevich viloyat hokimimizni tashabbuslari bilan ko'proq nima qilinglar, meva olinglar deb harakat qilishdi. Klaster sistemasida boshqa qildik. 576 million dollarlik nima qilganmiz. Endi bu yil 1,5 milliard dollarlik eksport qilishimiz kerak. Shunda marrani katta olganmiz. Shuning uchun endi buning uchun logistika bizni xolodilniklarimiz bor. O'shanga yarasha muzlatadigan muzlatgichlarimiz bor. Xudo xolasa hozir borganda ko'rsatamiz. Men kecha Marif aka bilan gaplashganimda taklif berdim. Agar Qirg'izistondagi shu meva yetishtirish bog'bonlar bo'ladigan bo'lsa, eksport qilmoqchi bo'lsa, hamma bizni bozorga bemalol bizni tadbirkorlar bilan anaqa qilishsa, bog'lanishsa dedim. Sal qimmatroq sotishadi. Shuncha mehnatni qilib dehqon arzonga sotishi ham bu noo'rinda. O'sha Rossiyaga sotyapsizlarmi, boshqami, lekin bizni bozor bilan o'rganib turib, hamkorlikda bizni eksportyorlar bilan bog'lanishsa, hamma iksim ustum baland sotgani yaxshi-da sizlarning tadbirkorlaringlar, nimalar, bog'bonlar. Shuni kelishib oldik. Bu yildan agar Xudo xolasa mana o'rik pishishidan sizlarda sal kechroq pishar ekan. Nasib qilsa bizdagi eksportyorlardan 3-4 tasini katta gigant eksportyorlarni beramiz. O'sha bog'laringda tadbirkorlar bilan, bog'bonlar bilan gaplashishadi-da, u yoqqa eksport qilishda nima qilamiz. Endi hozir ozmi ko'pmi maqtanish emas, Yevropa bozorini biz o'rganib, joyimizni topib oldik-da, qayerga qilyapti. Bundan buyog'i endi talab juda ham kuchli. Keyin bilasizlar, butun dunyoda organik sertifikat degan narsa katta muhim rol o'ynaydi. Shu narsa O'rta Osiyoda hozir O'zbekistonda bor. Shu organik sertifikatni biz ham Yevropaga va Amerika mamlakatlariga bemalol sotishga imkoniyatimiz bor. Shuning uchun agar sizlardagi o'sha mahsulotni ham bizni tadbirkorlar bilan hamkorlikda qilinsa, bizni mahsulotlarga birga ketib o'sha nimani sotilsa, sizlarga ham foyda bo'ladi-da, Xudo xolasa. Shunga harakat. Endi shuncha mehnat qilinadi, bu peshana teri halol mehnatda bu. O'shaning uchun u dehqonlarni ham qadriga yetaylik. Bu ham sal go'dasini kerib, maza qilib yashash kerak-da dehqonlar. Shunga harakat qilingan. Hokimligida qishloq xo'jaligi alohida o'rinbosarlik tashkil qilingan. Undan tashqari kotibiyat mudirlari bor. Shu qishloq xo'jaligi hokim o'rinbosari bugungi kunda Qoraqalpog'istonda xizmat safarida edilar. Mas'ul qilib mana G'ulomjon akani yubordilar. Har qanday savollaringiz bo'lsa, qishloq xo'jaligiga doir bular o'zlari ko'rsatib, javoblarini berib, nima qilib berishadi. Qo'shnilar, qarindoshlar, xush kelibsizlar avvalo. Salomat bo'linglar. Men ismim G'ulomjon, familiyam Boypuratov. Xushtaga aytganlaridek, viloyat hokimligida qishloq va suv xo'jaligi masalalari kotibiyati mudiriman. Uchi Abduqahhor Qodirov viloyatimizda qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasining boshlig'i hisoblanadi. Tashriflaringizdan avvalo xursandmiz. Biz
katta tayyorgarlik qiluvdik. Kecha endi bizni bir kechirasizlar, nimaga kutilmaganda bir hodisa bo'ldi. O'sha rahbarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasiga xizmat safariga borish kerak bo'ldi. Shu bilan ichi ovora bo'lib qolib, ertalab ozgina kech qoldi. Bu yerda malinachilik plantatsiyasini tashkil qilganmiz. Bu yerda malinachilik Farg'ona viloyatining Vodil hududida driver sohaligi uchun hozir bir nimaga ham kelamiz, mahallaga ham kelamiz. Har bitta mahallada o'zlaring bilasizlar, begona emaslar, bir devor qo'shni bo'lib yashaganmiz. Xullas biz ham qadam joyga o'sha nima deydi, o'zimizni markazimizga borganmiz, ko'rgansizlar. Keyingi yillarda mana shu ekzotik mevalarga bo'lgan talab Yevropada ham, Rossiyada ham yuqori bo'lganligi uchun mana shu soha keyingi 3 yil, 4 yilda bu hududda aholisi shu narsaga o'rgangani uchun daromadli sohaga aylanib qoldi. Keyingi 3 yilda hisobini aytyapman, Turkiya, Latviya, Litva, Estoniya, Polsha, hattoki Gollandiya, Vengriyalargacha bizni vodilda yetishtirilgan malinalar yetib bordi. Shuning uchun bu yerda hisob-kitob qilib, muhtaram prezidentimiz har bitta hududda o'zining driver sohasini, aholi o'sha xalq o'rgangan sohani olib, o'shanga mablag' kiritib, investitsiya kiritib, o'sha narsani rivojlantirib, brend darajasiga olib kirishga ko'rsatma berganlar, maxsus qaror bilan belgilab berganlar. Shu maqsadda shu investitsiya loyihaga qo'l urganmiz. Loyihaning maqsadi, mohiyati, hajmi to'g'risida Abduqahhor Birozov mehmonlarni tanishtirdi. Boshqarmasini boshlayman. Hozir G'ulomjon akam aytgandaqa malinachilik klasterini tashkil qildik. Shu hududdan 400 gektar bog' qator o'ralarni biriktirib berganmiz. Bu klaster ko'chatini yetishtirib, mana shu balishlarini qilib tayyorlab beradi. Simigacha tortib, tepaga ko'tarib berishi hamma sarf xarajat klasterning bo'ynida. Aholi faqat ichida ishlab, o'sha kilosini bay qilib sotadi. Keyin u klaster ham eksportyor, mahsulotni yig'ib olgandan keyin saqlab, o'sha bozor narxiga qarab, o'sha Yevropa bozorlariga, vaqti talabiga qarab narx ko'tarilgandan keyin sotadi. Oldin aholi olib chiqib ichki bozorga sotib kelardi, to'g'risi. Bunaqa holat haligi aholiga daromad keltirmaganligi sababli hozir mana shu G'ulom akam aytgandek driver qilib tanlab olindi. 400 gektar mana shu yerda o'zidan yer berdi. 400 gektarda 100 gektari ochiq maydon, paxta g'allaning yeridan ham berdi. Yo'lda bo'yida ham ekishni boshladi odamlar. Bu odam 300 gektar bog' qator o'ralar. Endi bog' qator orasida ham bo'laveradi o'zlarining iqlim sharoitimizdan xabarlarim bor. Keyin bundan tashqari hozir aytgandek mana shu hududimiz malinaga e'tibori rosa kuchli. Aholi xonadonlarida sotib daromadga ega bo'lganligi uchun aynan shu narsani tanlab oldik. Ixtisoslashtiruvdi mahallabay ishlash, shu odamlarning bugungi talab istagidan kelib chiqib shu narsalarni qildiryapmiz. Endi buni kecha hisob-kitob qildirib ko'rdik. 15 sotikka 2 million pul ketar ekan. Shuni ishga tushirgan. Endi buni o'shani ham klasterga olib beryapmizki, haligi ichida ishlaydigan tomorqachi fuqaroga muammo bo'lmasin deb o'zi klaster o'zi qilyapti, hosilini pulidan uzaveradi. Kreditini hosilini beradi, hosilini hisobidan o'sha 2 millionni 3 yilga 6 oylik ligota bilan beryapti. Yil mobaynida klaster o'zi olayotgan mahsulotini hisobidan to'lab boraveradi, o'sha ichida ishlayotgan fuqaroga tekindan shu narsa qolaveradi. Shu narsani yo'lga qo'yganmiz. 15 sotikdan berganmiz, batdagina fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadga ega bo'lish uchun 15 sotikdan berdik. Ko'p narsani fuqaro o'zi eplolmaydi. O'zi adeniy 40 gektarga o'zi ham adeniy qilyapti u. Lekin fuqarolarga 15 sotikdan berilyapti. Bu yer hozir mamlakat yeri? Ha, mamlakatning yeri, fermerlarning hisobida turibdi bu. Fermerlarning ichidagi mana ko'chatning orasidan foydalanyapmiz. Vaqtning ichida-da. Ha, vaqtning ichiga fermerlar bilan klaster shartnoma qilib olgan, bog' qator orasiga. Daraxtda mevasini o'zi olaveradi fermer. Biz ichidagi orasidani ham olaylik deyapmiz-da. Unumli foydalanilyapti-ki, ya'ni eng katta masalani biz shuni nima qilyapmizki, ishsizlikni yo'qotish kerak-da. Ishsizlikni yo'qotish kerak. Iloji boricha o'sha endi bundan buyog'i mana prezidentimiz juda katta sharoit qilib, dangasalar yo'q bizda. Hamma ishlayapti.
ishlamaganini ham o'rgatib, mana hozir aytib o'tib ketishdi, klasterga bog'lab qo'ydik. Faqat u qarab turadi xolos. Hali o'g'itini ham klaster qilib beryapti, shu agatini ham ochib, hamma yo'g'ini qilib bergan, faqat undan anaqa trebovaniya shu bo'ladi, qarab turish, suviga qaraydi vaqtida, orada o'tlarini yulib beradi. Agro texnikasiga qarab tursa bo'ldi. Texnikasiga qarab turadi, bo'ldi. Hosilni olayotganda yana pul bilan uni siylab ketiladi. Bu chiqatda yo'q bunaqa narsa. Endi o'shaning uchun bunaqa narsalarni sizlar ham qilsalaringiz bo'ladi, bemalol. Odam yaratgan narsa qo'lidan keladigan ishlar ekanda bu. Yaxshi. Alloh yaxshi. Bundan qanchadan tushma o'rtasida 1 gektaridan. Gektar emas, bizda ko'proq sotik edi. Rosa narxi chiqqanda 32 minggacha chiqdi deydi. 32 ming, 35 mingdan chiqdi kilosi. 8 sentnergacha beryapti gektar hisoblansa. Endi takomillashyapti, turkiyaliklar keldi, sakdi. Endi odamlar daromadga kirib endi qilyapti. Endi aholi uyida qilayotgan 5 sotik, 10 sotik uydan 20 milliongacha daromad qilyapti. To'g'risi hali gektar qilib plantatsiya qilingan yo'q edi. Endi bu yildan xudo xolasa boshladik. Ko'payib ketsa arzonlab ketdi, yeroverin. Yo'q, o'shaning uchun klaster ishqobash narsa ekan-ku. Yo'q, klaster tashkil qilib, upakovka qilib, kalibrovka qilib, hammasini bo'lib qo'yadi. Tayyor qilib xolodilnikga saqlaydi. Qachongina, misol Angliyani bozorimi yo ko'tarilsa, o'sha yerga olib borib sotadi. Aholi siz aytgandek hamma ko'payib ketsa, bozorga olib chiqsa 30 ming bo'lgan narsa hamma chiqsa 20 ming, 10 ming bo'lib qolardi. Hozir xolodilniklar bor. Sekin o qimmatlaganda sotsangiz bo'laveradi. Respublikamiz bo'yicha eng ko'p xolodilnik sig'imi, xolodilnik ko'pi Farg'onada tashkil qilingan shu narsa. Bulardagi aytyapman, u даже upakovka qilib oladi, paqirda yig'ib oladi, idishida olib o'zlarini bilan konteynerga qo'yib tayyor qilib upakovka qilib qo'yadi. Hamma davlat bilan shartnomasi bor. Qaysi davlatda narx ko'tarilsa, puli yaxshi bo'lgan davlatga sotaveradi. Aholi bilan eng o'sha bozor narxida sotib olaveradi. Hali ko'payib ketdi, hammaniki bir paytda pishdi degan narsa bo'lmaydi. Bu loyihani eng zo'r afzalligi mana bozori bor deyapsiz-ku. Global gap bilan organik mahsulot degan xalqaro sertifikat bor. Yevropa jahon bozor bu tan oladi. Fitosanitar sertifikat boshqa standart sertifikatlar talab qilmaydi o'sha narsani. Olsa-da 5 yilgacha sertifikat beradi. Biz turkiyaliklarni nimaga chaqirdik? Ne только Turkiya, Yevropa davlatlari ham ishtirok etadi, Germaniya ham ishtirok etadi. Shveysariya ishtirok etadi. Bu yerda yetishtirilgan mahsulot daladan Yevropa bozoriga boradi. Global gap sertifikati asosida yetishtiriladi. O'shaning uchun loyiha shunaqa afzallikka egaligi uchun daromad olish imkoniyati yuqori. Global gap degani kimyoviy vosita ishlatilmasdan tayyor bo'ladigan narsa. Tabiiy o'sadigan narsani Hozir 400 gektar eganda maylindan 400 gektar qilyapti. Qancha o'ndirdinglar deydi, bu tur o'ndirdinglar. Qancha sotdingizlar? Eksport qilmadik. Bu yil boshladik. Bu yil chiqadi uni hosil. Undan tashqari aholining o'zida 200-300 gektar aholi tomorqasining ichida bo'lgan. Endi bu har bitta aholinikini hisoblamaganmiz. O'rtacha bitta xonadonda o'sha 5 sotikda 20 milliondan pul qilgan. Aholining o'zi. Endi bu yerda 300 ta aholi yashaydigan bo'lsa, 300 ta aholining hammasini uyida bor. Endi bu yildan tashkil qildirib, mana boradi bu yerda ham 5 sotik, 10 sotik bordi, hisoblamasdik. To'g'risi. O'sha upakovkani boyaga xolodilnik ko'raladimi? Xolodilniklarni Xolodilniklar ko'rsatamiz. Hamma 200 ming. Bitta 5 sotikdan 200 upakovka qilib olib qo'yadi. Konteynerga solib qo'yadi. Konteynerda beradi. Hattoki keldi investorlar keldi. Hali Yevropa va quritilgan yaxshi ko'radi-ki, o'sha o'shanaqasini ham so'rayaptilar. Endi binani xalqi kelgan hali quritilgan holda ham sotmoqchi. Hozir investorlar shunaqa 5 ta Turkiyaga ular kelib ko'rsatdi. Endi ularda ko'proq adirli, tog'li joylarda bo'lar ekanda, o'sha men aytgandek 20 sentnerdan olar ekan, 2 tonnadan olar ekan. Hozir biz 800 kilo shunaqa olyapti. Ha, yildan yilga endi ular aytayapti, ko'tarib boramiz. Dashi biz texnikasini ham olib kelamiz. Ko'rgan bo'lsalar ham balad qilyapmiz, mana valishlarni. Ashuni odam qo'li yetmasa, texnikada terib beramiz. Texnika bilan terar ekan, ular o'shanaqa qilib olib kelib beramiz deyapti. O'sha qo'lda terib olingandaqa terib, keyin o'sha
yashigiga solayotganda ajratib soladi. Shunaqa narsasini o'tadi. Teknologiyada abdan ekonomичный teknologiya. Bir tüp malinadan tamırıga ekkenге qaraganda munda abdan tez önügü жақсы болады. Tez tamыр алады. Бұл малиналар органикалық жерсемтікшілер абдан мұқтажда болады. Бұлардың тамырлары өзі тез тамырлады. Мына мөмеге кірет деп атастар. Мөмеге кірет, құда қаласа күзді мұны мөмесіні аластар. Баяғы бұлардың тамырлары өзі жердің астыдан органикалық жерсемтікшілерді ағанға аптан ыңғайлуда болады. Минералдық жерсемтікке қарағанда органикалық жерсемтікшті салсаңыздар 10 есе 15 есе хасылдалықты көп береді. Мен өзі негізі Өзбекстанның кадрымын. Қарағанда биология основном сельское хозяйствоны бүтіргенмін. Анан ундан кейін же мұғалім емес, же агроном емес Ташкентке барып қышлақ қожалығын бүтірдім. Мен Өзбекстанның кадрымын. Өзбекстандан аптан көп тәжірибелерді алып шыққанмын. Ошондықтан сіздердің немеңіздерге мен неме қыламын, бұл нәрсе аптан соның іш болып тұр. Biz дағы ушул технологияға өтішіміз керек. Абдан жақсы біздің Қырғызстанға қарағанда сіздер аллақашан өнігіп кеткенсіздер. Biz дағы құда қаласа жақынғы күндерде президентіміз абдан жақсы Қырғызстанға телевизорлардан массовый маалыматтан көріп атсаңыздар керек. Абдан күш эбегейсіз бұл Қырғызстанның тарихында болған немелерді жұмыстарды, ақчаларды бөліп беріп отады. Ошоларды біз дағы жүрегіміздің түп-түбіден тура пайдаланып, сіздерден тынбастан келіп опыт алып тұрып, сіздердің арқаңыздардан жақын күндерде илешіп, өнігіп кетеміз, Xudo xohlasa. Hammamiz bir joyda bitta odam ato bilan momo-havoni farzandlarimiz. Shuning uchun iloji boricha yaxshi yashab, shu hosildorligimizni birga nima qilib, bozorimizni ham birga ko'tarsak, siz aytgan narsalar hammasi kambag'al degan narsa bo'lmaydi, Xudo xohlasa. Hammani qora qozoni qaynab turadi.